Barchaga assalomu alaykum. Navbatdagi savolimiz. Hop. 720 gramm glukozaning bir qismi to'liq, qolgani chala parchalandi. Glikoliz jarayonida issiqlik sifatida tarqalgan energiya aerob sharoitda ATFda to'plangan energiyaning 960 kilojouliga kam bo'lsa, issiqlik sifatida tarqalgan jami energiya miqdorini kilojoulda aniqlang. Tushunarli. Xo'p, bu yoqda tenglama ekan. Demak, x plus y deymiz. Bu 4. Hop, x biz birinchi qarang, qilgan narsam x bu yerda chala parchalanish. Y to'liq. O'zim uchun belgilab olaman, qarang. Hop, x plus y demak 4. Bu 720 ni 4 ga bo'lish kerak bu yerda. 720 ni demak 180 ga bo'lsak, bizga glukozani qancha mol parchalangani kelib chiqadi. Mana shu x plus y teng 4 chiqdi. Hop, qarang mana bu yerda endi. Glikoliz jarayonida issiqlik sifatida tarqalgan energiya tepdi. Glikoliz jarayonida ikkala jarayonda ham ajraladi. Ya'ni kislorodli va kislorodsiz bosqichlarda ham glikoliz bo'ladi. Mana shuning uchun 120 x plus 120 y teng xo'p, aerob sharoitda ATFda to'plangan energiyaning 960 kilojoulga kam bo'lsa debdi. Aerob sharoitda, demak 36 kira 40 da, to'g'rimi? 36 kira, ya'ni 1440 degani. Xo'p, 1440 y, chunki y deganim uchun, chunki faqat aerob sharoit faqat to'liqda bo'ladi, chalada bo'lmaydi. 960 kilojoulga kam. Demak, bu kam. Bu kam bo'lgan o'shaning uchun plus 960 ni qo'shib beramiz bu yerda. 960 ni qo'shib beramiz bu yerda. Hop, x teng bu yerda bizga 3 kelib chiqadi, y teng 1 kelib chiqadi bizga. Ana endi jami 4. Mana bu 4 ni beradi bizga. Mana bu 4 ni beradi. Issiqlik sifatida tarqalgan jami energiya miqdorini kilojoulda aniqlang debdi. Issiqlik sifatida tarqalgan jami energiya, demak, ikkoviga ham so'rabdi. Xo'p, mana bu 3 chala-ku. Demak, chalada 120, bir molda 120 edi, 3 molda demak 360. Hop, 1 demak, aerobda. Hop, aerobda opshi demak 2600 dan 1440 ni ayirish kerak bu yerda. Ya'ni 1160. 1160 ga qo'shamiz 120 ni, chunki to'liq-ku. To'liqda ham glikolizdagi issiqlik, ham demak aerobdagi issiqlik. Hop, 1280 kelib chiqadimi? 1280. Hop, jami demak 1280. Demak, bizga hop, jami issiqlik so'raganligi uchun qo'shamiz bu yerda. Hop, 0 14 4 bir yoqda, 5 bir yoqda 6 1640 ekan. Demak, javob 1640 ekan.